Hozir ham shuncha aytibmanki, mana bizni xalqda ham agar odamlar ozgina o'zgarishni istasa, voqelikni o'zgartirishni istashsa, albatta voqelik o'zgaradi yaxshi tomonga qarab. Lekin bizda odamlarda ana shu narsa hozir juda ham kam. Balki buni o'sha kamaytirishga yana harakat qilishadi. Qarasangiz, mana diniy shaxsiyatlar, ha, senga Afg'oniston bo'lib ketsinmi, Suriya bo'lib ketsinmi? Imomlar ham siyosiy anaqa davlatni gapiradi, himoya qiladi. Himoya qiladi. Nima qilsin? Suriya bo'lib ketsinmi, birdan Liviyaga aylanib ketsinmi, Iroq bo'lib ketsinmi davlat? Afg'oniston xalqidan borib so'rang, Suriya xalqidan so'rang, Tolibonni olib borayotgan siyosatdan xursand. Ichkarida yurgani ham, tashqarida yurgani, illo bitta ikkita nashavand Amerika parast bo'lmasa, hammasi xursand. Suriylarda ham xohlaganingizdan bittasidan olib kelib so'rang, xursand. Ko'ryapsizmi? Demak, odamlarda bir qancha qurbon bersa ham, mayli Alloh yo'lida bo'ldi, endi shuncha ish, mana payg'ambarimiz aytganlaridek, ha bitta barmoqsanda qonasang Alloh yo'lida qonapsan-da deganlar o'zlarining barmoqlariga payg'ambarimiz. ارفع راسك فوق انت سوري حر. Ana shu aqida biznikilarda yo'q. Aksincha odamlarni mullasi ham chiqib qo'rqitadi. Suriya bo'lib ketsinmi, birdan Liviyaga aylanib ketsinmi, Iroq bo'lib ketsinmi davlat? Odamlar qo'rqqan, u qo'rqqanni ustiga o'lgan, ustiga tepgan deganda chiqib mullalar qo'rqitgan. Kim bunaqa ahvolda o'zgarish bo'lmaydi-da, bu qiyin juda ham. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, O'zbekistonda dunyoviy ilmga targ'ib deydi-da, o'qib oliy ma'lumotli bo'lganga ish topib bermaydi, ish yo'q. Ko'p migrantlar ichida oliy ma'lumotlilar ko'p. Yana bir biznes qilaman desang, nalog deb qarzga tiqvoradi. Bular xalqni kambag'al qilish uchun ataylabdan qilinadimi? Ularga nima foyda xalqni kambag'alligidan? Hech ish qilgani qo'ymaydi. Yaqinda bu chirib bitadimi yoki sotib yuboradimi katta davlatlarga O'zbekistonni debdilar. Birinchidan, bu faqat O'zbekistonning muammosi emas. Mana arab davlatlarida qarasangiz ham, hattoki mana Misrda olib qarang. Shu O'zbekistondan farqi yo'q. Faqat baribir odam ko'pligi hisobiga va eskidan odamlar ko'p ishlarni o'rganib olgani hisobiga davlat yurib turadi, lekin qashshoqlik jihatidan Misrda olib qarang, Sudan qarang, boshqa arab davlatlarining ko'plarida, illoki mana Dubay, Saudiyadan bunaqangi boy, bu hamki neft bilan boy davlatlar. Shulardan tashqari demoqchiman. O'zi umuman olganda ummatni boshiga chiqib qolgan bugungi kundagi mana shu hukmronlar hammasida bir xil mana shunaqangi siyosat. Uki farriq tasud deydi, odamlarni tafriqaga sol, och qo'y, kambag'al qil, ana shunda ularni boshqara olasan. Mana shu siyosat. Shuning uchun qarasangiz, davlatning yarmi maktab, lekin o'qimishlik odamlarda o'zi yo'q, borgan ishi yo'q siz aytganingizdek. Davlatning yarmi oshxona, lekin odamlar och. Mana shunaqa vaziyatga kelib qolgan. Shuncha maktablar, qarasangiz maktablarga qilinayotgan xarajatni, u yerga o'qishga kirish uchun qancha xarajat, qiyinchiliklar, o'qishda o'zi qancha, diplom olish uchun qancha qistir-qistirlar. Endi bir narsa qilib bitirib chiqdim deganda bitta odam qarasangiz hech kim bo'lmaydi keyin. Unga ketayotgan xarajatni qarang. Yoki oshxonalar ham, hamma joy oshxona, lekin odamlar och. O'sha oshxonaga kirib ovqat yegan hammada ham pul yo'q. Bu nimadan bo'ladi mana shu narsa? Siz arabmi, o'zbekmi, mana shu hammasida shu. Chunki bu o'sha boshqarish siyosati. Mana Firavnlar qanaqa boshqargan xalqini? Yastad'ifu toifatan minhum. Alloh aytgan-ku, Qasas surasining tafsirida o'tdik. Ularni bir toifasini zaiflashtirardi degan. Ana shu gapda ko'p gap bor. Mana siz so'rayotgan savolni hamma javobi mana shu oyat tagida. Yastad'ifu, zaiflashtirish siyosati degani. Nimaga desa, chunki odam mana shu zaif bo'lgandan keyin birinchidan o'sha bosh ko'tara olmaydi, kuchi yo'q. Qo'y o'tiraylik deydi, yoqmaydi hech narsa. Ikkinchidan qo'rqoq. Uchinchidan odam o'sha rizqini topishidan boshqa narsaga vaqti ham, himmati ham qolmay ketadi. Kallasi ham ishlamaydi. Va keyin ozgina narsaga juda bir xursand bo'lib ketadigan bo'ladi. Ya'ni men kambag'al odamlar shunaqa-ku, yozib bir marta bir o'yin kulgi qilsa ham xursand o'shandan. Bular shunaqa qiladi. Keyin ana shu odamlarni qiynab tashagandan keyin bitta konsert qo'yib bersa, odamlarni dimoqchoq o'shandan mana bizga konsert qo'yib berishdi deb. Yoki boshqa shunaqangi bayram uyushtirib bersa, oddiy narsalar bilan odamlar keyin omonib xursand bo'lib qolaveradi. Ularning maqsadi mana shu birinchidan. Ya'ni boshqara olish uchun odamlar sinish kerak, ya'ni deb o'ylaydi-da. Shunaqa, shuning uchun shu siyosatga ular tatbiq qiladi shu siyosatni. Ikkinchidan ochko'z. Ya'ni tamagirlik, yeb qolish kerak. O'zimizda yotib yeganga toq chidamaydi deydi. Ana shunaqangi bir o'zlarining tilida aytganda kalamushlardan 20 ta bo'lsa bo'ldi, davlat hamma joyini yeb tashlaydi ular. Ana shu uchun keyin odamlarning xalq huquqlari toptalanadi. Yetarlicha ish o'rinlari berilmaydi, oylik berilmaydi.
Odamlar siz aytgandek katta o'qimishli kishilar ham migrant bo'lib yuradi keyin. Uchinchidan, keyin bu yerda o'sha tashqaridagi katta davlatlarga ular kursini mustahkamlab turish uchun katta davlatlar ularga yedirib turish kerak. Bu katta davlatlar Amerikami, Xitoymi, Rusmi, qaysi biri bo'lsin, qat'iy nazar hammasini o'zining kattakon davlati bor. Topgan tutganini ular ularga yedirib turadi kattakonlarga. Nima uchun? Ular buni kursini mustahkamlab turish uchun. Bo'lmasam bularni qo'ymaydi ular. Tezda inqilob qilib undaga boshqasini olib keladi. Ular qo'rqadi bundan-da, shuning uchun yetirib turadi kattakonlarga. Hammasi bir bo'lib, keyin mana shu siz aytgan vaziyatni vujudga keltiradi. Ya'ni odamlar ish qilaman desa, ish yo'q, o'qib bu yerga kiraman desa, mutaxassislar nima yo'q, ish o'rinlari yo'q. Endi natija nima bo'ladi desangiz, bunaqa paytda ilohiy qudrat ishga kiradi o'zi ko'pincha. Sharti odamlarda zarracha bo'lsa ham bir g'am bo'lsa, iymon, shu zulmni ko'rsa, tanisa zulmligini, ana shunda bir ilohiy qudrat o'zi ishga kirib bunaqa vaziyatni o'zgartiradi. Xuddiki mana Bani Isroilda aytganimizdek, ular ham hech narsa qila olmasdi Firavunning qarshisida, lekin joniga tegib ketgandi o'sha Firavunning zulmi ularni jon-jonidan o'tib ketgan. Ana shuning uchun Allohning o'zi keyin Musa alayhisalom jo'natib dengizga yorib uni Firavun o'shanga g'arq qildi. Xo'p, bizda hozir dengizga g'arq bo'lmaydi, to'g'ri, bunaqa mo'jizalar odatda sodir bo'lmaydi. Lekin boshqa, biz doim aytamiz, siyosiy mo'jizalar sodir bo'ladi. Buni hozir ko'rib turibsiz, mana Afg'onistonda ko'rdik. 20 yil, 30 yil urushib Talibanlar hamma joyda terrorist degan tashkilot davlatni qo'lga oldi. Amerikami, Rusmi, Xitoymi, hammasi o'shalarni endi bugun davlat deb tan olib muzokara qilib yotibdi mana. Ana shu siyosiy dengizga g'arq qilinish deyiladi dushmanlarini va mu'minlar o'tishligi o'sha dengizni yorib. Siyosat dengizini yorib o'tish bu. Yoki mana Suriyada qarang. Ruslar 10 yil urushdimi, necha yil, 15 yilmi urushib, oxiri o'zlari o'sha urushgan odamlar bilan muzokara qilib o'tibdi bugun xontaxtani ustida bir-biriga qarab kulib. Amerikanlar ham xuddi shunday. Mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu yerdan bilmaysiz bugun xalqda ichida demak mana shunaqangi jon ko'yar odamlar chiqish kerak edi. Baribir ko'ryapsizmi, Afg'onistonda ham 20 yil urushgan bo'lsa ham bor shunaqangi insonlar, o'zgarishni istaydigan, o'zgartirishni istaydigan. Bu yoqda ham mana bor, Shom ahlida ham dedik. O'sha zulmga qarab o'tiravermaydigan, o'zgartirishni istaydigan odamlar bor. Alloh keyin o'shalarga tamkin beradi. Qancha xatosi bo'lsa ham. Mana aytdik-ku, Bani Isroil farishtamidi? Boshidan oxirigacha qilgan xatolarni qarang ularni. Bir buzoqqa sig'inib ketgan, bir Musa alayhisalomga qarab ozor bergan. Lekin har holda o'sha o'zgarishni istagan odamlar edi o'shalar. Shuning uchun shuncha kamchilik nuqsoniga qaramay Alloh Firavunga qarshi o'shalarga yordam berdimi? Allohning bir ilohiy sunnatlaridan biri, bir zolim turgan bo'lsa, uni yonida yana bittasi turgan, u ham bitta ahmoq o'zi, lekin anadan yaxshiroqmi? Ana o'sha yaxshirog'iga imkoniyat beradi. Nima uchun? Odamlar yashasin. Kun ko'rsin, peshonasi oftob ko'rsin deydi-ku. Ana shu uchun. Maloika bo'lish shart emas. Bo'la olmaydi ham. Hozir ham shuncha aytibmanki, mana bizning xalqda ham agar odamlar ozgina o'zgarishni istasa, voqelikni o'zgartirishni istashsa, buning uchun tabiiyki mana qarang, Afg'oniston xalqi qancha qurbon bergan, Suriya xalqi qancha qurbon bergan. Albatta voqelik o'zgaradi yaxshi tomonga qarab. Lekin bizda odamlarda ana shu narsa hozir juda ham kam. Balki buni o'sha kamaytirishga yana harakat qilishadi. Qarasangiz, mana diniy shaxsiyatlar, ha, senga Afg'oniston bo'lib ketsinmi, Suriya bo'lib ketsinmi? Afg'oniston xalqidan borib so'rang, Suriya xalqidan so'rang, shuncha to'polonga qaramasdan xursand ular bugun ana shu hayotidan. Qayerda bo'lsin bitta afg'onni ushlab so'rang, Tolibonni olib borayotgan siyosatdan xursand. Ichkarida yurgani ham, tashqarida yurgani, illa bitta nashavand Amerika parast bo'lmasa, hammasi xursand. Suriylarda ham xohlaganingizdan bittasidan olib kelib so'rang, xursand, faxrlanaman mana shunaqangi prezidentim kelganidan deydi. Ko'ryapsizmi? Demak, odamlarda bir qancha qurbon bersa ham, mayli Alloh yo'lida bo'ldi, endi shuncha ish, mana payg'ambarimiz aytganlaridek, ha bitta barmoqsanda qonasang Alloh yo'lida qonapsanda deganlar o'zlarining barmoqlariga payg'ambarimiz. Ana shu aqida biznikilarda yo'q. Aksincha odamlarni mullasi ham chiqib qo'rqitadi. Yo'q. Ana shunaqa bo'lib ketadi deydi. Odamlar qo'rqqanning ustiga o'lgan, ustiga tepgan deganda chiqib mullalar qo'rqitgan. Kim bunaqa ahvolda o'zgarish bo'lmaydi-da, bu qiyin juda ham. Illoki ana shu zulm haddidan oshirish kerak, shu darajadagi odamlarga hayot, mamot bir teng bo'lib qolish kerak. Ana Afg'oniston, Suriyada mana shunaqa bo'lib qolgandi-da, yashashdan ko'ra o'lish suyukli bo'lib qolgandi ularga, shu darajada zulm sababdan. Ana shunda o'sha pichoq suyakka borib taqalgan deyiladi-da, odamlar keyin hamma narsaga tayyor bo'ladi. O'ldirsang o'ldir deydi. Oxiri jonga tegding deydi-da. Ana o'shanda keyin o'zgarish bo'ladi.
Lekin afsus qiladi odam shu darajagacha bormasdan turib, o'shani odam zulmni zulm deyish kerak, ko'rish kerak, uni inkor qilish kerak munkarni. Bular zolimlar o'zlarini halokatini o'zlari yasaydi, o'ziga o'zi go'r qozadi ular. Mana shunaqa siz aytgan uslublarda. Yeydi, ichadi, olib borib o'sha katta kofirlarga topshiradi. Odamlarni kambag'al qilib boshqaraman deb o'ylaydi, lekin bu bilan asli o'zini go'rini qazadi. Va o'zini ajaliga yaqinlashtiradi. Bu Allohning o'sha zolimlardagi sunnati. Allohu alam.